Ishdan bo'shash. Shuncha vaqt yordam berganingiz uchun kattakon rahmat. Hamma narsani sotaverish. Hammasini hisoblasa 30 ming so'm chiqyapti. Bank. Borini yeching iltimos. Pulni qaytaryapman. Oxirgi kun. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Ani Blatova taqdim etadi. Ovoz shakli filmi. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. Hamila joy-joyiga o'tiringlar. Bugundan boshlab sizlarning sinfingizga yangi o'quvchi qo'shiladi. Nima? Zo'r-ku isida. Qiz bola deb eshitdim. Nima? Menga farqi yo'q. Xo'sh. O'zingni hammaga tanishtir. Ha. Tanishganimdan xursandman. Meni ismim Nishimiya Syoko. Men sizlar bilan mana shu daftar orqali do'st bo'lmoqchiman. Iltimos, men bilan gaplashish uchun shu daftarni ishlatinglar. Meni quloqlarim eshitmaydi. Rostdanmi? Meni ismim Kawai Miki. Tanishganimdan xursandman. Nishimiya, sen yaponchasiga gapirishni bilasanmi? Qo'y, Nao, unaqa savollarni berma. Qaytarib yubor iltimos. Men seni nima deb chaqirsam bo'ladi? Taslim bo'l.
Syo? A? Xuddi eshikdagi o'xshab. Uni ham ismi Syo ekan. Qiziqarli. Nima? Hech qanaqa qiziqadigan joyi yo'q. Xo'sh, gapirayotgan gapimni yozib bo'linglar. 20-betdan boshlab 25-gacha va 32-dagi masala. Mana shular hammasi keyingi testimizda tushadi. Xo'y, daftaringni berchi. Birinchi bo'lib turib yuklanish nuqtasi. Yo'q, bu hammasi tushunarli. Keyingisi esa kuch bosim nuqtasi va kuch to'lqini o'zi. Mana shu uchchalari bilan Nishimiya, sen ozgincha hammadan shoshilib ketding. Men senga hammasini tushuntiraman. Xo'sh, yana bir marta. Tadbirda aniq yutqizamiz. To'g'ri aytyapsan. G'alatiroq gaplar gapirgan uchun mana senga. Orivatda qo'yvar. Orivatda deyapman, qo'yvar. Yana shu holat. U deb ustozimizdan nima o'tganini eshitmay qoldim. Xavotirlanma, men hamma gaplarni yozib olganman. Berib turarsam, mosam yozib olay. Men aybdor emasman. Shuning uchun hech qachon kechirim so'ramayman. Nima bo'ldi bu o'yini? Hissiyotlarni qo'shib o'qish kerak. Mayli yetar. Keyingisi. Jonga tegdi To'rko'z. Nishimiya. Mana bu joydan o'qi. Yaxshi. Keyingisi Ishida. Hazillashyapsizmi? Ishida, hazillashishni bas qil. Ketdi uyga. Yaxshi qol, Nishimiya. Bilasanmi? Agar sen harakat qilmasang, hamma seni yomon ko'rib qolishadi. Nima? O'rtoq. Nima? Tiryoqal. Men maxsus ta'lim bo'yicha ustozman. Mening ismim Keito. Sizlar bilan ishora tili haqida gaplashmoqchi edim. Yozilishi mana bunaqa. Zo'r-ku, to'g'rimi? Ishora tili degani qo'l usuli bo'yicha gaplashish. Ishora tili? Sizlar Nishimiyani yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun kelinglar, har kuni dars boshlanishdan oldin 3 minutni ishora tilini o'rganish uchun bag'ishlaylik. Ustoz, ha? Oldingidek daftariga yozsak bo'lmaydimi? Syokoga ishora tilini ishlatish ancha osonroq.
Menga esa yozish osonroq. Mana ishora tilini o'rgangim kelyapti. Ishora tilida qanaqa qilib Saharami yo'q deyish mumkin? Oho. Tabriklayman, ustozlar bilan yaqinlashib olding. Menga rosa yoqadi. U juda krutoy. Gapirma. Uni ishtiroki bilan yangi serialni keyingi hafta ko'rsatar ekan, ko'rish kerak. Anani qara, g'alati kiyinadi. Bas qil, na. Muallifni o'zi yozgan. Bundan so'ng Dioksid Morgansa. Hirasa, sani tarafdan yoz. Nishimiya, bu nima qilganing ishida? Balkim naqmas tursan. Yulduzcha. Ishida oshirib olmadingmi? Yo'q, bu hali holva. Yomon ablahsan-da. Voy bu, qo'ysinchi. Voy, cho'tkiligini. Tabriklaymiz Nishimiya. Sani dastindan Sahara ketib qoldi. Voy, tavba. Kim bunaqa qildi? Voy, ablah. Xavotirlanma, san o'rningga. O'zim hammasini o'chirib tashlayman. Mana, hech balo qilmadi. Rahmat. Har doim arzimaydi. Ketdi. Jumon davrlarida Hoy, Ishida. Darstaligini unutma. Xo'p, uzr. Xo'sh, nimada to'xtadik? Ha, aytgancha, ularning yashaydigan joyi. Ular yashashardi. Mana ham qo'rqib ketdim. Hoy, Nishimiya. Demak, sen bu moslamalar orqali eshita olasanmi? Ha, mana shunaqa deb o'ylagandim. Qani berchi bitta ko'ring. Bueno. Nima u? Ochchi. Fo, nima bu? Isqirligini qara buni. Nima? Nishimiya, tuzukmisan? Yo, tavba nima qilamiz? Nishimiya. Oshirib yubording. Voy, mana shu to'rt ko'z yomon jahlimni chiqaradi-da, boru. Ne turib olding? Yo'ldan qoch. Xalaqit qilma. Nima qilyapti u? Ketdi uyga. Kechir. Aldama. Agar bironasi gapirmoqchi bo'lsang, to'g'ri gapir. Nima? Qo'yvor, yoqmayapsan. Oho, Nishimiya, borgan sari qiziqroq. Sio, namuncha qizarib ketding? Qizarib ketmadim hech qanaqa. Rostdanmi? Nishimiya o'sha balchiqqa kirdimi? Ishonish qiyin. Yaxshi qol. Sioya. Bugun men sizlar bilan bir muammo haqida gaplashmoqchi edim.
Bu muammo bugun kelmagan Nishimiyaga tegishli. Kecha kechqurun Nishimiya sanni onalari menga qo'ng'iroq qildilar. Ular aytishlari bo'yicha mana shu 5 oy ichida Nishimiyani 7 ta eshitish moslamalari sindirilgan yoki yo'qotilgan ekan. Va ular qizimga hech kim maktabda tegajonlik qilmayaptimi deb so'radilar. Agar sizlar biron bir masxara qilish yoki tegajonlik qilgan holatni ko'rgan bo'lsanglar, iltimos etinglar. Uni eshitish moslamalari juda qimmat. Shuning uchun oilaga xabar berishimizdan oldin tanib qo'yganingiz yaxshiroq. Eshida. Bu axir san-ku, to'g'rimi? Qani, tur o'rningdan. Xo'p bo'ladi. Bueno. San axir oldida o'tirasan. Hech bolani ko'rmadingmi? U sal-pal tegajonlik qilgan paytlari bo'lgan. Nima? Shimada. Men unga boshida aytdim, unaqa qilishni bas qilgin deb. Lekin Soya gapimni inobatga olmasdi. Nima? Xo'y, Shumada. San axir men bilan birga. Va qizlar uni har doim orqasidan gapirishardi. Xo'y. Masalan, Ueno va Kavai. Bo'lishi mumkin emas. Men bunaqa ishlarni hech qachon qilmasdim. Nimaga? Isida, sen juda yomon ekansan. U yig'laverdi. Nimaga? Bu kitob hali ham shu yerda. Xo'p. Iltimos, uzrimni qabul qiling. Xo'p, tushundim. Qo'ng'irog'ingiz uchun katta rahmat. Soya. To'xta. Soya. Menga ustozing qo'ng'iroq qildi. Voy, qatdan unaqa qo'l bo'lib ketding? Jonga tegmin. Har doimgidek darajaga sakradi. Qani to'xta. Sen hech kimni xafa qilmayapsanmi? Jonga tegmin. Ustozing aytgan gaplar. Bu rostmi? Ha, rost. Hozir kiminiki? Nishimiyani uyiga boramiz. Sho, ketdi uyga. Ertadan boshlab yaxshi bola bo'lib yurgan, bo'ptimi? Sho. Nima? Buyuk odamlarda juda ko'p muammolar bo'lgan. Nima qilyapti? Hoy. Stolim bilan nima qilyapsan? Nima qilyapti deyapti? Maraz.
Yana shu tabassum. O'zingdan beozor tutishni bas qil. Nima? Nimadir demoqchi bo'lsang gapir. Har doim shu g'alati tabassum bilan. Sani o'zi jahling chiqyapti-yu, to'g'rimi? Hoy. Biror narsa de. Hay. Bu nima qilganing? Senga o'zi nima kerak? Nima? Nima deyapsan? Nima? Men tushunmayapman. Yomonam. Jig'imga tegdi. Nishimiya boshqa maktabga o'tib ketdi. Tushunarli. Hoy, nimaga kecha jurnal bermadinglar? Va kim navbatchi? Aytgancha, gullaga kim qiryapti? Ishora tilini o'rganish to'garagi. O, Shoko, yaxshimisan? Nishimiya. Mana eslayapsanmi? Bu men ishida shu-ya, 6-sinfdan. Nima? Nishimiya, to'xtab tur. Nishimiya. Nima? Nishimiya. Topdim. Aytmoqchiman. Ha, mana mashina qaytaraman deb keldim. Buni sen unutib qo'yibsan. Ishora tilini qatdan bilaman. O'rganib oldim. Ha, aytgancha ishla. Lekin menimcha savodda yozilgan gaplarni o'qimaysan-ku. Eshit. Men va sen do'st bo'la olamizmi? Nimalar deyapman o'zi? Lekin u axir o'zi boshlang'ich sinflarda aytuvdi. Men endi tushunib yetdim. Yig'lama. Yig'lama, Nishimiya. Sen men bilan do'st bo'lasanmi? Sho. Sho aka. Uyg'oning. Nonushta tayyor. Sho, uyg'on. Xayrli tong, Mariya. Sho aka turdilar.
Mayli, men ketdim. Yaxshi borib keling, oyijon. Ehtiyotroq bor. Всё. Ovqat uchun rahmat. Yoqimli ishtaha. Nimaga unaqa kulyapsiz? Nima desammikin? Sen axir shunchalik ko'p ishlading ishda. Kiyim-kechak, kitoblaring, hatto adjolingni ham sotib yubording. Men uchun shunchalik harakat qilganingga xursand bo'lib ketdim. Ha, aytgancha. Всё. Nimaga sen o'zingni o'ldirmoqchi bo'lding? Bilasizmi, hammaga o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lib turadi, lekin hozir men biluvdim. Ko'nglim sezayotdi. O'zi anchadan beri o'zing g'alati tutibsan. Xoningni ham top-toza. Va telefon ham o'chiq. Va chetda yotgan taqvim ham. Apreldan keyingi varog'lari hammasi kesilgan. Hech qachon boshqa o'lim haqida o'ylayman deb qasam ich. Bo'lmasa men buni yo'q qo'raman. Shunchalik harakat qilib yig'gan 1,5 million yenini. Gapimni eshityapsanmi? Ahmoqona qilqilqiming. Faqatgina sen bu ahmoqona qilqilqosan. Qo'y, to'xting. Kechiring, iltimos. Hech qachon, men boshqa hech qachon bu haqida o'ylamayman. Nima haqida boshqa qachon o'ylamaysan? Tushuntirib gapir. Hech qachon o'lim haqida o'ylamayman. Hech qachon o'lim haqida o'ylamayman. Qasam ichasanmi? Ha, qasam ichaman. Mayli. Qasamingni hech qachon unutma. Oye, nima qilyapsiz? Issiqligini. Suv kerak, suv. Kecha men baland ko'prikdan daryochiga sakramoqchi edim. Shuning uchun ham Nishimiya bilan oxirgi marta uchrashuvdim. Jasoratli testlar orasidan hayotimdagi eng qiyin ish bo'lish kerak edi. Lekin do'stlar, Nimaga unaqa dedim o'zi? o'rta maktabga o'tishimiz bilan Shimada kimgadir aytdi. Bitta eshikda sho'yadigan bola bor. U bilan o'rta bo'lmagan yaxshiroq. U to'polonchi. Qilgan gunohimning jazosi bir zumda menga qaytdi. Va men nihoyat tushunib yetdim. Qilgan gunohlarimga albatta javob berishim shart. Va men bir o'zim qolib ketdim. Xayrli tong. Xo'sh, mana shu takliflarni keyingi darsgacha tarjima qilinglar. Ishrida. Ha? Kavoy? Uy vazifa qiladigan daftaring topshirib bo'ldingmi? Yo'q, uzr, xayolimdan ko'tarilib ketibdi. Tushunarli. Bo'lmasa tezlashtirgan, xo'pmi? Albatta, uzr. Tashqarida ovqat yeymizmi? Ishrida har doim bitta o'zi ovqatlanadi. Ha, mashhur axir. Hamma u haqida eshitgan. Rostdanmi? Ana, Bizdan tarafga yana qaryapti. Qiziq, bitta o'zi zerib ketmasmikan? Umri shunaqasiga o'tib ketadi. Nimaga u o'zi yashayapti?
Mana, man ularni yangi qo'shiq sotib oldim. Yo'g'i, bo'lmasa men bugundan boshlab ularni eshitmayman. Manam. Nimaga eslayapman? A? Menimcha men uni qayerdadir ko'rganman. Kim edi u? Muhimrog'i, men Nishimiya bilan meni ko'rish olarmikinman? U hovuzdagi baliqlarni boqaman dotudi. Lekin o'zimdan o'zim shunday borish uyat bo'lmaydimi? Undan kechirim so'ra olarmikinman? U har seshanba o'sha yerda bo'laman dotudi. Lekin g'alati bo'lmaymikan? Nihoyat keldim. Qo'rqib o'girdingiz. Nima bo'ldi? Ertalab bo'lgan narsa uchun kechir. Shuncha harakat qilib ishlagan pullaringni yo'qib yubordim. Lekin bilasanmi? O'lish uchun yig'gan pullaringni ishlatgim kelmasdi. Kechiring. Men boshdan yig'aman. Rahmat. Shoshilmasdan yig'aver. Xo'sh, sani qorning ochgandir. Keyin nonushta qilamiz. Nonushta. Seshanba. Xo'y, veligini ozginchaga berib tur, iltimos. Menmi? O, bu axir ana bola-yu. Ha, bitta narsam esimdan chiqib ketuvdi. Tez uchib borib olib ketishim kerak edi. Nima? Nimaga faqat mendan so'rayapsan? Sen axir o'zingnikida borishingdan mumkin-ku. Tavba, men sendan so'rayapman chunki o'zimda yo'q. Iltimos, unaqa qilma. Voy, qo'yvorsin-chi. Bas qil. Kimdir yordam beringlar. Kim bo'lsa ham iltimos. Tavba. Yordam beringlar, iltimos. Jonga teggan, o'chir chekigini. Qo'yvorsin-chi. Kechirasizlar. Meni veligimni olishim mumkin. Rostdanmi? Kattakon rahmat. Shunaqa qilib veligim o'g'ilib ketishdi. Bugun axir seshanba. Demak, Nishimiyani oldiga bormaganim yaxshiroq. Piyoda ham uni oldiga borishim mumkin. Lekin xuddi hamma narsa bunga qarshilik qilayotganda bironta bahona kerak. Qanaqadir aqlliroq, lekin oddiyroq bahona bo'lishi kerak. Yenga shirin nonlarga chegirma. Bahonam. Nishimiya ish yotdami? U yo'q. Lekin axir o'sha yerda-ku. U bu yerda yo'q. Nishimiya Syoko bu yerda yo'q. Kechir, lekin sen aniq uni do'stimisan? Xayr. Yo'q, hech nima emas. O'tatdagi sichqon edi. Iflos, katta sichqon. Xavotirlanma. U boshqa kelmaydi. Do'stlar. Ha?
Nima? U butun yo'qotdi. O, shu yerda ekansan-da. Ishida kun. Qara nima topdim. Velik. Saniki-yu, to'g'rimi? Vaqtida topman-da. Yaxshiyam veligingda manziling yozilgan ekan.